Chekatka apati anlamakka bizden bekli yirak işteki hesaplansa bu yılın başlarında yer şarı boyunca yakkan qattiq yağmurning ta'sirida Afrika tumshuqi uda Chekatka apatiga uchragan. Dunyo miqyosida bo'lsa, mo'ljalligisiz ziyon keltirib chiqargan. Chekatka apati nima uchun shuncha qo'rqinchli? Bu yilgi Chekatka apatining bundaq ig'ir bo'lishiga sabab zodi nima? Hikoyani yana Chekatka apatining boshlamchisi qumluq chekatkisidan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Qumluq chekatkisi chekatka turi ichidagi eng xatarligi bo'lib, u alohida iqtidorga ega. Muhit normalsiz bo'lganda u yolg'iz yashashdan to'plashib yashash qarab taraqqiy qildi. Atrofdagi muhit normal ahvolda o'zi yolg'iz nihoyatda ehtiyot bilan yashaydi. Bu o'zining rangi bilan atrofdagi muhitni bir gavda qilib, asosan kechida harakat qiladi. Ammo u yashayotgan qumliqda alohida qattiq yomg'ir yoqqanda ba'zi o'simliklar ko'payib, chekatkaning tez sur'atda ko'payishini keltirib chiqaradi. Bu xil harakat uningda metabolizm ham harakat o'zgarishini keltirib chiqarib, chekatkaning to'plashib yashashini keltirib chiqaradi. Ular to'plashib bo'lgandan keyin yeshil rangdan seriq yoki qora rangga o'zgardi. Hamda sirtqi feromen ajratib chiqarib, chekatkalarni o'zaro jalb qiladi. Chekatkalarning soni ma'lum darajada ko'payib bo'lgandan keyin ular ko'chib yashash yo'li qarab mangdi. Buning bilan chekatka apati paydo bo'ldi. Yakka yig'irligi 2.5 grammlik chekatkalar kollektiv kuchga ega bo'lgandan keyin borgan yerda bug'doy, ko'mmoqona qatorliq ediz ziroatlarga ziyon soladi. Egilanishicha faqat bir qumliq chekatkasi 60 kilometrga so'zilgan bo'lib, taxminan 360 milliard tonna, umumiy yig'irligi necha 100 tonnaga yetadi. Chekatkalar shamol yo'linishiga agishib ko'chadigan bo'lib, har kuni oz deganda 100 kilometr oraliqni bosalaydi. Taxminan 40 ming tonna ochliqni vayron qiladi. Bu yilgi chekatka apati Arab orolini markaz qilib, bir qismlari g'arbga qarab Qizil dengizdan o'tib, Efiopiya qatorliq davlatlarni ziyonga uchratgan. Yana bir qismlari sharqqa qarab Paris qo'ltig'idan o'tib, Pokiston, Hindiston qatorliq davlatlarni ziyonga uchratgan. Har qaysi davlatlar yezi egilik tashkilotlari bu qitimqi chekatka apatining yuz berish vaqtining oz deganda 4 oy ilgari so'rilganligini mo'ljallagan. Garchi chekatkaning uchish sur'ati intayin tez bo'lsa-mu, ammo uning eng yuqori uchish cheki 2 km bo'lganligi uchun Pamir egizligi bilan Qinxay Shizang egizligining jo'grafiyalik afzalligi tufayli chekatkalar g'arbiy rayondan uchib o'tishga amalsiz qolgan. Bu yilgi chekatka apatining oldini olishning eng unumli usuli aeroplan bilan dori purkish va biologik oldini olish deb qaralgan. Ham buning unumi bir qadar yaxshi bo'lgan. Garchi Afrikaga o'xshash jo'grafiyalik muhiti va havo klimati o'zgacha bo'lgan ba'zi davlatlarda har yili degidek chekatka apati yuz berib tursa-mu, 2020-yil nima uchun nurg'un davlatlarda portlash xarakterli chekatka apati yuz berdi?